Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Xullas, ko'rib turganingizdek, bugungi videorolikimiz Special Forces Group'ga mod o'rnatish haqida bo'ladi. Xullas, yangi mod menyu bormanda. Buni modda funksiyalari juda ham ko'p. Keling, hozirlarda ushbu funksiyalar bilan, qiziqroqlar bilan tanishib chiqamiz va hamma modlar singari granatalar VIP balandga sakrashimiz mumkin ushbu mod bilan. Kartani ustida mana bunday uchib yurishimiz mumkin xohlasak va boshqa ko'p funksiyalari bor. Masalan, mana bu botni boshini katta qilishimiz mumkin. Albatta bu headshot yeyishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Bitta o'qda headshot yeydi boshidan va yana odamdan antena chiqarishimiz mumkin. Uni qayerdaligini ko'rishimiz uchun boshidan antena chiqib turadi. Xullas, bugungi modimizni funksiyalari juda ham ko'p. Hammasini ko'rsataman desam video cho'zilib ketadi. Xullas, funksiyalarni hammasini o'zingiz ishlatib ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizlarga buni qanday sketchat qilish va telefonga o'rnatishni o'rgataman. Agar o'zingiz telefoningizda o'rnatilgan Special Forces Group o'yiningiz bo'lsa, bu o'yinda o'chirib tashlashingizga to'g'ri keladi. Telefon xotirasidan umuman tozalab tashlaymiz va bizga Zarchiver programmasi kerak bo'ladi. Yuklab olish silkasi video opisiyaniyasida bo'ladi. Xullas, Telegramga modni yuklab qo'yaman. Yuklab olish silkasi yana opisiyaniyada. Xuddi shunday zip faylda bo'ladi. Zipni ochib olamiz mana shu papkaga. Va SFG2 mod degan papka ochildi. Endi OBB faylga kirish uchun Zarchiverga ruxsatni berib olishimizga to'g'ri keladi. Ushbu jilddan foydalanish, ruxsat berish. Va endi Zarchiver telefonimizda data fayllariga ham kira oladi. Va endi mana bu papkaning ichidan OBB faylini nusxa olamiz va qurilma xotirasidan Android OBB papkasiga joylaymiz. Va yana yuklab olgan modimiz download Telegram papkaga kiramiz. Va endi mana bu apkani ustanobga qilamiz. O'rnatish. Xullas, hozir o'rnatildi. Bu bitta degani emas. Hozir bunga ruxsatnomalarni berishimiz kerak. Va nastroykasiga kiramiz va bu yerdan boshqa ruxsatlar degan joyi bor. Mana bu yerda oynani ko'rsatish degani bor. Pop-up oynani ko'rsatish. Boshqa ilovalar ustida ochilish uchun ruxsatnomani yoqib qo'yamiz. Va o'yinga kiramiz. Ruxsatnomani beramiz. Va ko'rishingiz mumkin, bildirishnoma chiqdi va chap tomonda modni belgisi ham chiqdi. Endi modni bemalol o'zingiz ishlatib ko'rishingiz mumkin, funksiyalarini o'yindan zavq olishingiz mumkin. Hali videomiz tugamadi, hali ikkita yangiligim bor sizlarga. Hozirda men Special Forces Group'ga o'zbekcha mod versiyasida ishlayapman. Ko'rishingiz mumkin mod funksiyalarini. Xullas, mod tezroq bitishini xohlasangiz videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Agarda mod bitsa, kanalda videosi chiqadi. Albatta, yana bitta dastur ustida ishlayapman. SFG About degan. Unda ham mana shu Special Forces Group'ga bog'liq hamma narsalar bo'ladi. Foydali life hacklar, birinchi chiqqan versiyalari Special Forces Group'da hozirgacha обновленiyalari va turli xil life hacklar bo'ladi. Albatta, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, bu yangiliklar tezroq chiqadi. Xullas, videomiz ham nihoyasiga yetib qoldi. Hammaga rahmat. Keyingi videolarga qadar ko'rishguncha